Bo'pti. Men ketdim. Dadasi, sizga mazada. Bir yilda 3 martalab borib kelasiz safarga. Meni ham olib keting. Nima? Ha? Men sen bilanchi Ostona xatlab chiqishga uyalaman. Endi bir kami sen bilan yetalab chet elga aylanishga boshim qoluvdi. Sen hech bir oyna artayotganingda o'zingni turqingga ko'rganmisan? Qo'lingdan pollatda tushmaydi, qo'lingdan changlatda tushmaydi. Yeysan, ivirsib yuraverasan, to'nkaga o'xshab. Menga qara. Erkakka ham o'ziga qaragan ayol yoqadi. Qoch, yo'limni to'smagin meni. Hammasiga ulguraman-ku. Bolaga qarayman, uy ro'zg'ori qilaman. Bitta aybim o'zimga qaramaganim ekan. Shunga mendan uyaladim, o'rtoq. Sani bu yurishing bo'lsa, bundan ham battar gaplar eshitasan. Qachon qaytadi ering? 15 kundan keyin. 15 kungacha men seni ering tanimaydigan qilaman. Senga zo'r yo'lini o'rgataman. Ne ivirsib, vaqtida ochmaysan eshikni? Assalomu alaykum. Adolat? Kirsam maylimi? Kiring, kiring. Qayerdan shuncha o'zgarish? Shunchaki erimga chiroyli ko'ringim keldi. Operatsiya qilamaningmi? Voy yo'q, OneFitga a'zo bo'ldim. U nima OneFitingni hamma sport zallar tarmog'ini o'zida birlashtirgan ilovamidi? Xuddi o'sha. Endi sen sport zalga erkaklar bilan birga borasanmi? Yo'q, men borayotgan zalda faqat ayollar bor. Yana-chi dadasi, u zalda suzish, ot sporti, yoga, aerobika, fitness xohlagan narsangiz bor ekan. Tashab ketgan pulimni ham hammasini xohlagancha ishlatgan bo'lsang kerak. Yo'q, dadasi. Aytdim-ku, OneFitga a'zo bo'ldim deb. OneFitga agarda 1 yillik a'zo bo'lsangiz, arzimagan pulga xohlagan sport zalingizga borar ekansiz. Shunaqa tomonlari bormikan OneFitni? Bo'lar ekan shundan o'zingga qarab yursang. Bo'ladi, bo'ladi. Ayol kishi ham chiroyli bo'lib yurish uchun pul kerak. Mayli, pulingni ham beraman. Lekin uyga kirsam maylimi? Ha, aytmoqchi dadasi, keyingi safaringiz qayerga bo'ladi? Onasi, siz qayerga desangiz o'sha yerga. Bo'ldi. Tayyormi? Ha, OneFit.